30 yillik faoliyatimda birinchi marta bunday bolaga duch keldim. Bolaning yoshi 1 yosh, kilogrammi esa tug'ilganda 3 kilo bo'lsa, hali ham 3 kilogramda turibdi. Anamnezidan bu bolada homila ichi infeksiyasi bilan tug'ilganligi, bu bolaning homiladorlik paytida onada kuchli toksikozlar bo'lgani va bolaning tug'ilganda homila ichi suvning juda kirligini aytishgan. Va onasining bitta bergan e'tiborli tomoni shundaki, onasi doim bolaga faqat 60 mm dan ortiq bo'lmagan sutni bergan. Nega deb so'raganda esa bolasi doim qayd qilgandi. Shuning uchun ona qo'rqqanidan bolasiga bundan ortiq sut bermaganligini aytdi. Natijada esa o'zingiz ko'rib turgan holat. Bola 1 yosh, kilogrammi esa 3 kilo. Aslida esa bola hozirgi kunda 10 kilo bo'lishi kerak edi. Aziz onajonlar, bolangiz shu holatga tushib qolmasligi uchun tez-tez pediatr maslahatlaridan olib